Kuz betakror fasl. Bu faslni bejizga donishmand fasl deyishmaydi. O'ziga xos ranglar qorishmasi va albatta muhabbat mavsumi bu kuz fasli. Kuz faslida ko'pchilik insonlar o'zlarini yolg'iz his etishadi. Bu yolg'iz his etish albatta ijobiy ma'noda, ya'ni o'zlik bilan qolish, o'zlikni tahlil qilish, yangicha g'oyalarga o'zini ochish va albatta fikr va xayolini bir joyga jam etish uchun juda ajoyib fasl hisoblanadi. Kuz faslidagi turli-tuman ranglarni biz kashf etib charchamaymiz. Har bir narsaga qaraganimizda, har bir bargga qaraganimizda, har bir o't-o'langa qaraganimizda yangi ranglarni kashf etib boraveramiz va ko'zimizni mana shu ranglar bilan to'yintiramiz. Shuning uchun ham kuz faslini juda ham yaxshi ko'rishadi yurtdoshlarimiz, insonlar. Shuning uchun ham bu faslda ko'p o'yga tolib hayot haqida mushohada qilamiz. Albatta, sayohat vaqti ko'rsatuvining bu galgi sonini aynan kuz fasliga bag'ishlashni biz istadik. Nafaqat kuz fasli, bundan tashqari Jizzax viloyati, xususan Jizzax shahrining turizm imkoniyatlari bilan yaqindan tanishishga harakat qilamiz. Havo juda ham ajoyib bu faslda. Faqat sayohat qilish kerak, sayr qilish kerak, hech bo'lmaganda ishdan so'ng, o'qishdan so'ng, hayotning shirin tashvishlaridan so'ng birozgina yolg'iz qolib yoki do'stlar bilan yoki oila a'zolar bilan shunchaki piyoda sayr qilishning o'zi yetarli bo'ladi. Bu cheksiz energiya va cheksiz hissiyotlar manbai bo'lib xizmat qiladi. Sizga bugun mana shu hissiyotlarni, mana shu ranglarni, mana shu daqiqalarni va albatta hayotning mana shu betakror lahzalarini ilinishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Kuz. Bu fasl inson qalbini ba'zan hijron, ba'zan sog'inch, ba'zida esa mutloq sokinlik hissi bilan to'ldira oladi. Kuz xotiralar fasli. Yoshlikning shodon kulgularini, muhabbatning samimiy va pok tug'yonini, orzu-armonlarni olovrang yaproqlari bilan berkitadi. O'tmish sahifalarda qolgan hislarni yodga soladi go'yo. Yo'laklarda, bog'-rog'larda shitirlab yiqilayotgan yaproqlar tovushi esa hayotning o'tkinchiligini yumshoqqina eslatadi. Mayin shamol yuzni silaydi. Quyosh esa endi yonmaydi, yondirmaydi, ammo iliqlik hadya qila oladi. Kuz go'zallikning eng sokin taronasi. Uning ohangi eshitiladi, faqat yurak bilan tinglash kerak. Kuz faslida tabiat yanada chiroy ochadi va insonlarni o'z bag'riga chorlaydi. Bu faslda Jizzax shahriga keluvchi mahalliy va xorijiy sayyohlarga qanday takliflar taqdim etiladi? Albatta, shahar hududida joylashgan xiyobonlar, bog'lar, istirohat maskanlari, savdo majmualarida hordiq chiqarish, Jizzax shahrining tashrif qog'ozlaridan biri bo'lgan somsa va osh tatib ko'rish, gastronomik turizm, shahar hududida joylashgan sog'lomlashtirish maskanlarida dam olish, davolanish, tibbiyot turizmi, muzeylar, tarixiy obyektlarga borish, ziyorat turizmi, shahar hunarmandchilik namunalari bilan tanishish, hunarmandlar ustaxonalaridagi jarayonlarni ko'rish esa etno turizm. Xullas, Jizzax shahri yilning istalgan faslida turli takliflar bilan sayyohlarni o'ziga jalb eta oladi. Jizzax viloyatiga kelayotgan xorijiy mahalliy sayyohlarning aksariyati aynan o'sha Jizzax shahriga tushib, keyin boshqa o'sha hududlarga borishi hammamizga ma'lum. Aynan o'sha Jizzax shahrida bugungi kunda 52 tadan oshiq joylashtirish vositalari tashkil etilgan bo'lsa, 26 ta o'sha butun dunyo standartlariga javob bera oladigan darajadagi o'sha mehmonxonalarimiz, undan tashqari 12 ta hostellarimiz, 12 ta oilaviy mehmon uylarimiz va o'sha 2 ta boshqa joylashish vositalarimiz bugungi kunda o'z faoliyatini olib boryapti va o'sha kelayotgan mehmonlarimizga o'sha sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Jizzax shahridagi mavjud joylashish vositalarimiz bir vaqtning o'zida 3000 dan oshiq mehmonlarimizni qabul qilish quvvatiga ega va bugungi kunda o'sha 2025-yilni o'tgan davr mobaynida Jizzax shahriga
52 mingdan oshiq xorijiy sayyohlarimiz va 130 mingdan oshiq mahalliy sayyohlarimiz kelib dam olib o'sha Jizzax shahrining turistik salohiyatidan bahra olib ketdi. Bundan tashqari o'sha Jizzax shahrida sayyohlarimizni ko'proq olib qolish, Jizzax shahrining turistik salohiyatini ko'rsatib berish maqsadida ham o'sha bugungi kunda o'sha ziyorat turizmi rivojlanmoqda. Aynan o'sha madaniy meros obyektlarimiz deymiz, ziyoratgohlarimiz deymiz, maqbaralarimiz va bundan tashqari o'sha o'zimizni muzeylarimiz mavjud. Ilmli shaxslarimizni hayoti va ijodini o'sha xalqimizga, sayyohlarimizga tanishtirish maqsadida Hamid Olimjon va Zulfiya muzeylari va undan tashqari Sharof Rashidov muzeylari o'zining faoliyatini olib bormoqda. Sayyohlarimizga yana ko'ngilachor maskanlarimizni ham aytishimiz mumkinki, o'sha O'rda ekologik bog'imiz va o'sha yirik savdo komplekslarimiz. Asosan o'sha Jizzax shahriga kelayotgan mehmonlarimiz Jizzax shahrining gastronomik salohiyatidan ham bahramand bo'ladi. O'sha Jizzax oshi deymiz, Jizzax somsasi deymiz. Bevosita o'sha sayyohlarimizga gastronomik turizmni ham bevosita ko'rsatib kelinmoqda. Shu o'rinda ba'zi raqamlarni keltirsak, 2025-yilda Jizzax viloyatiga 450 ming nafar xorijiy, 1,5 million nafar mahalliy sayyohlar jalb etish va 67,5 million dollar turizm xizmatlari eksportini amalga oshirish belgilangan edi. Joriy yilning 1-oktyabr holatiga viloyatga 445 ming nafar xorijiy sayyohlar tashrifi kuzatildi. Buning hisobiga turizm xizmatlari eksporti 66,8 million dollarni tashkil etdi. Xorijiy sayyohlarning asosiy qismi Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Koreya, Hindiston, Germaniya, Fransiya, Turkiya, Ispaniya, Italiya davlatlaridan kelishdi. Shuningdek, 2025-yilning 1-oktyabr holatiga viloyatning shahar va tumanlariga 1,505 ming nafar mahalliy sayyohlar tashrifi kuzatildi. Mahalliy sayyohlarning asosiy qismi Farg'ona, Namangan, Sirdaryo, Samarqand, Navoiy, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlaridan kelmoqda. Eldor aka, kuz fasli kirib kelishi bilan qaysidir ma'noda turizmda biroz oqsoqlik vujudga keladi deb o'ylaydi ko'pchilik insonlar, lekin aynan kuz faslida ham yurtdoshlarimiz, xorijlik sayyohlar viloyatimizga kelishadi, to'g'rimi? Va bu tashrif hech qachon to'xtamaydi. Yilning qaysi fasli, qaysi mavsum bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'rimi? Xuddi shunday har bir hududda turizmni rivojlantirish, uni maqsadli ko'rsatkichlarga erishish, respublikaga xorijiy va mahalliy sayyohlar oqimini keskin oshirish, tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarga qulay infratuzilma sharoitini yaratib berish bo'yicha har yili 2-3 prezident qarorlari, vazirlar mahkamasining qarorlari chiqib, sohani rivojlantirish bo'yicha yil davomida qilinishi kerak bo'lgan vazifalar alohida belgilab beriladi. Xuddi shunday joriy yilda 2025-yilda muhtaram yurtboshimiz tomonidan PF 87-sonli farmonlari ishlab chiqildi. Har bitta viloyatga o'zini turizm sohasida yil davomida erishiladigan maqsadli ko'rsatkichlari belgilab berildi. Jizzax viloyatida 2025-yilda 450 ming nafar xorijiy sayyoh, 1,5 million nafar mahalliy sayyoh, 65 million dollar turizm xizmatlari eksporti rejasi. Bundan tashqari tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida joylashtirish vositalari, turoperator, turagentlar, axborot markazlari, sanitariya gigiyena shoxobchalari, infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha respublika byudjetidan ma'lum bir miqdorda pul mablag'lari ajratib berildi. Muhtaram yurtboshimizni belgilab bergan farmonlari asosida Jizzax viloyat turizm boshqarmasi tomonidan 2025-yilning 9 oyi davomida maqsadli ko'rsatkichlarning deyarli barchasiga 100% erishildi. Viloyatning eng turizm salohiyati rivojlangan hududlari Zomin, Forish, Baxmal, Arnosoy, G'allorol, Jizzax shahar bo'ylab turistik marshrut ishlab chiqqanmiz. Ushbu turistik marshrutda u Jizzax viloyatining 7 yulduz turizm halqasi deb nomlanadi. Bu halqa bo'yicha viloyatga kelgan xorijiy mahalliy sayyohlar 5 kunlik sayohat paketini biz taqdim qilamiz. O'sha sayohat paketi bo'yicha turizm maskanlari bo'ylab sayohat tashkil etiladi. Birinchi marta bu yil xalq deputatlari viloyat kengashining qarori bilan viloyatning turizm salohiyatini chet davlatlarda targ'ib qilish bo'yicha mahalliy byudjet mablag'laridan 1 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu degani viloyatning bugungi kunda turizm yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlari, loyihalari, qilinayotgan har bir ishlarni o'sha davlatlarda
targ'ib qilish bo'yicha hozirgi kunga kelib 9 oy davomida 6 ta xorijiy davlatlarda viloyatning turizm salohiyati targ'ib qilindi. Jumladan Angliya davlatida, Turkiyada, Koreya Respublikasida, Rossiyada shu kabi ko'plab rivojlangan davlatlarda viloyatning turizm salohiyati targ'iboti yo'lga qo'yildi. Har yili viloyatga 400-500 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyuryapti. Bu yildan yilga soni ko'payapti. Biz kuz fasli boshlanganiga qaramasdan har bitta joylashtirish vositalarida qo'shimcha aksiyalar tashkil qilinadi. Misol uchun sayyohlar uchun biz uni doimiy targ'ibotini yo'lga qo'yamiz. Misol uchun kuz faslida mana hududga kelsang, mana unday sayyohlar uchun sharoit yaratilgan. Qish faslida kelsang, bunaqa sharoitlar yaratilgan. Yoz faslida bunaqa sharoitlar yaratilgan deb. Jizzax viloyati turizm yo'nalishi bo'yicha turizm yo'nalishining barcha turlari rivojlangan. Misol uchun gastronomik turizm deymizmi, ekstremal turizm deymizmi, ziyorat turizmi deymizmi, etno turizm deymizmi, ekstremal turizm deymizmi, o'sha turizm yo'nalishlarining hammasi Jizzax viloyatida rivojlangan. Xabaringiz bor, Jizzax shahri markazida joylashgan Istiqlol bolalar istirohat bog'i bir necha yillar davomida ma'nan eskirgan hudud sifatida samarali faoliyat olib bormadi va davlat rahbari topshirig'iga asosan hududni yangicha qiyofaga keltirish, bog' yonidan oqib o'tuvchi Sangzor daryosida sun'iy havza qurish loyihasi ishlab chiqildi. Topshiriq ijrosiga muvofiq hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan yo'naltirilgan 10 milliard so'm evaziga birinchi bosqichda Istiqlol istirohat bog'ining tog' qismiga olib boruvchi yo'llarni asfaltlash, tog' qismi bo'ylab betondan piyodalar yo'laklarini tashkil qilish va atrofini metal panjaralar bilan o'rash, tungi yoritish chiroqlari o'rnatish, sug'orish tizimini tashkil etish va suv saqlash rezervuarlari qurish hamda artezan qudug'i kovlash ishlari amalga oshirildi. Ikkinchi bosqichda 15 milliard so'm mablag' ajratilib, bugungi kunda mavjud zinapoyalar, yo'llar, tungi yoritish chiroqlari, sharshara, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun lift, basseynlar, himoya to'siqlarini ta'mirlash va qayta qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'i O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-9 aprel kunlari Jizzax viloyatiga tashrifi davomida 2024-2025 yil manzili dasturiga kiritilgan. Istirohat bog'ida rekonstruksiya ishlarini olib borish uchun 2024-yil 8,5 milliard so'm respublika byudjetdan mablag' ajratilib, 2025-yilda mazkur obyektimizni qurilishi davomiga 15 milliard so'm mablag' ajratilgan. Mazkur obyektimizni bugungi kunda qiyofasini, infratuzilmasini qayta tubdan o'zgartirish bo'yicha qurilish-montaj ishlari olib borilmoqda. Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish jarayonida mazkur obyektimizda Turkiya firmasi tomonidan xorijiy loyiha tashkilotlari tomonidan o'sha o'rganilgan holda loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqilmoqda. Bugungi kunda 23 milliard 500 million so'mlik qurilish-montaj ishlari amalga oshirilgan. Hali yana davomi bor. Qurilish-montaj ishlarini obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini oxiriga yetkazish uchun bugungi kunda yana o'sha taxminan 20 milliard so'm mablag' zarur bo'lmoqda. Bu masalada o'sha mablag' ajratilish bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Tadbirkorlar uchun ham mana ko'rib turganingizdek juda bir qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ko'chma do'konlar, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, attraksionlar hammasi amalga oshirilmoqda tadbirkorlar tomonidan. Sayohat qilish albatta insonni butkul o'zgartiradi. Uning orzulariga, maqsadlariga, rejalariga va hayot tarziga ham ijobiy ta'sir ko'rsata oladi. Ko'p sayohat qiladigan insonlarning dunyoqarashi ham shunga yarasha bo'ladi. Bu nafaqat respublikamiz bo'ylab yoki viloyatimiz bo'ylab dunyo miqyosida sayohatlarga o'zlikni ochish, bu albatta ijobiy o'zgarishlarning asosi degani.
Siz ham sayohat qilishga intiling va sayohat vaqti ko'rsatuvi orqali biz yangi manzillarni kashf etib boraveramiz va eski manzillarda yangiliklarni axtarib boraveramiz sayohat vaqti ko'rsatuvi orqali. Jizzax viloyati esa turizm imkoniyatlari keng bo'lgan hududlardan biri sifatida nafaqat respublikamizda, balki jahon miqyosida ham e'tirof etilyapti. Va bu e'tirofga munosib bo'lish va e'tirofni mustahkamlash bu turizm boshqarmasi, viloyat hokimligi va aynan ushbu sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning bugungi kundagi asosiy maqsadi. Hali oldinda loyihalar ko'p, bunyod etilayotgan, bugun amalga oshirilayotgan, bugun jarayonda bo'lgan loyihalar juda ko'p. Ushbu loyihalarni albatta sayohat vaqti ko'rsatuvi orqali sizlarga tanishtirib boraveramiz. Hozir esa ko'rsatuvimizda davom etamiz. Turizm qo'mitasi tomonidan hududlar salohiyatini ochib beruvchi festival va tadbirlarni rivojlantirish bo'yicha eng yaxshi loyiha tanlovi o'tkazilgan edi. Ushbu loyihada jizzaxlik tashabbuskorlar ham ishtirok etib, o'z loyihalarini ilgari surishdi. Farangiz Mamarizayeva ham tanlovda Aydarko'l sohillariga turistlar oqimini oshirishga qaratilgan loyihasi bilan ishtirok etib, viloyat bosqichida g'olib bo'ldi va 50 million so'mlik vaucherga ega bo'ldi. Arnasoy Wonderfest nomli tanlov loyiham bilan ishtirok etdim. Jizzax deganda birinchi navbatda butun respublika ko'z oldida, xorijliklar ko'z oldida ham Zomin tog'lari gavdalanadi. Faqatgina Zomin tog'lari emas, bundan ham chiroyli joylar bor Jizzax viloyatimizda. Shulardan bittasi bu Aydarko'l va Arnasoy turizm zonasini chiroyli joylari, diqqatga sazovor joylari va turistlar uchun ochiq hudud sifatida namoyish qilishni rejalashtirgan o'zimning loyiham bilan ishtirok etdim va loyihada ham yoshlar bor, ham yoshi kattalar uchun mos shart-sharoitlarni yaratish, aynan Aydarko'l va Arnasoy zonalar, turistik zonalarida turistlar oqimini oshirish, buning uchun turli ko'ngilochar tadbirlar va shu bilan birgalikda aynan zonaning o'zini holatidan kelib chiqadigan baliqpazlik, suv sportiga moslashgan mashg'ulotlar yoki milliy taomlar, sayyohlar oqimiga, sayyohlar uchun qulay bo'ladigan sharoitlar, ularning kayfiyatini ko'tarishga mo'ljallangan mashg'ulotlar asosiy qamrovda hisoblanadi loyihamizda. Loyiha 2026-yilda amalga oshirilishga mo'ljallanib tayyorlangan va 2000 dan ko'proq mahalliy va xorijlik sayyohlar oqimini jalb qilishga qaratilgan. Asosiy mablag'ni biz chiptalar va bundan tashqari yarmarkalar hisobidan qoplamoqchimiz va eng hozirgi kundagi dolzarb masalalarimizdan biri ekologik, chiqindilarsiz muhitni targ'ib qilish maqsadida Instagram friendly zonalarni ham tashkil qilishni, blogerlar, soha mutaxassislar orqali reklama jarayonlarini ham yo'lga qo'yib, butun nafaqat respublikamizdagi sayyohlar, umuman suvga qiziqadigan, dam olish ko'l bo'yida, salqin hududda dam olishni xohlaganlar uchun emas, boshqa xorijliklarni ham jalb qilishni maqsad qilganmiz. Albatta, viloyat turizm salohiyatini targ'ib etishda nafaqat ichki turistlarni jalb qilish, shu bilan birgalikda xorijiy sayyohlarning oqimini oshirishda xalqaro hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, 2025-yilning o'tgan davr mobaynida 1,5 millionga yaqin xorijlik sayyohlar aynan viloyatimizga tashrif buyurishgan. Bu tashriflar albatta viloyatimizning turizm markazlari bo'lgan Zominga, Forishga, Baxmalga, G'alla Orolga, Sharof Rashidov tumaniga va Jizzax shahri hududlariga ulush ko'proq bo'ladi. Lekin aynan 2025-yilda aynan turizm sohasidagi yangi loyihalar boshqa tumanlarga ham ko'chdi. Birgina Aydar, Arnasoy ko'llar tizimini olib qaraydigan bo'lsak, keyingi yillarda endi bu hududga ham kurort zona tashkil etilayotgani hisobiga xorijiy sayyohlarning oqimi oshadi. Mahalliy sayyohlar esa 1,5 milliondan oshiq. Bu albatta kichik raqamlar emas. Bu shubhasiz Jizzax viloyatining turli yo'nalishlardagi turizm imkoniyatlari to'g'ri targ'ib etilayotgani va sayyohlar tomonidan katta qiziqish aynan bizning tog'larimiz, bog'larimiz, suvli hududlarimiz, cho'l hududlarimiz, gastronomik turizm imkoniyatlarimiz, yangi ekstremal avtoturizm imkoniyatlarining yaxshi targ'ib etilayotgani bilan izohlanadi. Albatta, bu sonlar yildan yilga o'sadi va turizm yo'nalishi Jizzax viloyati iqtisodiyotining driver sohalaridan biri bo'lib qolaveradi.
Jizzax viloyatida 427 ta madaniy meros obyekti mavjud. O'sha 427 ta madaniy meros obyektidan yildan yilga endi ko'payib boryapti soni. Bu yil viloyatdagi 89 ta madaniy meros obyekti, ya'ni ziyoratgohlarni O'zbekiston Travel yagona platformasiga kiritdik. Bu degani, misol uchun viloyatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyoh bo'ladimi, mahalliy sayyoh bo'ladimi, O'zbekiston Travel yagona elektron platformasiga kirib, Jizzax viloyatidagi madaniy meros obyektlari deydigan bo'lsa, o'sha 89 ta obyekt turistlar tashrifi uchun qulay sharoit yaratilgan. O'sha 427 ta madaniy meros obyektidan 89 tasi. Madaniy meros obyektlarida zarur infratuzilma, o'sha xorijiy sayyohlarni kutib olish, ularni ovqatlantirish, qo'shimcha turistik xizmatlarni ko'rsatish uchun yildan yilga qo'shimcha imkoniyatlar yaratib berilyapti. Mana misol uchun birgina G'alorol tumanidagi Sad ibn Abu Waqqas ziyoratgohini oladigan bo'lsak, bu yil mana shu hududda 2025-yilda 30-aprelida Uzunbuloq mahallasiga turizm mahallasi maqomini berdik. Turizm mahallasi deganda o'sha hududga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlarni, misol uchun turizm mahallasida yaratilgan turistik xizmatlar xilma-xilligi bilan tanishtirish. Bu yerda misol uchun sandiqchilar bor, egarchilar bor, gilamdozlar bor, kashtachilar bor. Misol uchun qo'l mehnati bilan qilingan ishlar ular uchun qiziq. Endi bundan keyin Baxmal tumanidagi yilni yakunigacha Baxmal tumanidagi Novqa ota ziyoratgohiga turizm mahallasi maqomini berish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti hozir. Yil yakuniga qadar u hududda ham turizm mahallasi maqomini berib, o'sha qo'l mehnati turlarini ko'paytirsak, u yerda ham misol uchun xorijiy sayyohlar uchun yana bitta chorlov nuqtasi bo'ladi. Kuz faslida sayohat qilish ruh uchun eng yaxshi dam, qalb uchun esa yangi ilhom manbaidir. Kuzgi sayohatning yana bir o'ziga xosligi osoyishtalikdir. Haroratli yozda shovqin-suronli bo'lgan dam olish maskanlari endi tinch. Tabiat xuddi dam olayotgandek jimjit. Shu jimjitlikda yurak ovozini eshitish, yangi maqsadlar haqida o'ylash uchun ayni fursat. Shuning uchun bu faslda yo'lga chiqishdan qaytmang. Kuz sizga o'zining oltin sehrini, tiniq havosini, hayotning go'zalliklarini anglash lahzalarini tuhfa qiladi. Aytishadi-ku, kuz tugash emas, balki yangilanishning boshlanishidir. Demak, kuzgi sayohat bu tabiat bilan birga o'zingizni ham yangilash safaridir. Ha, Jizzax shahrining turizm imkoniyatlari juda ham keng va ko'p. Biz sayohat vaqti ko'rsatuvi orqali ma'lum bir yo'nalishlar kesimida bu imkoniyatlarni sizga tanishtirishga harakat qildik. Viloyat markazi Jizzax shahrida ham ziyorat turizmi, etnoturizm, tibbiyot turizmi, umuman olganda maza qilib hordiq chiqarish mumkin bo'lgan turizm imkoniyatlarini ko'rishimiz mumkin ekan. Kuz faslida esa bu imkoniyatlar albatta yana ham ko'rk ochadi, yana ham o'zini boyitadi. Shunday ekan, kuzning mana shunday salqin, bahabo, go'zal manzarali kunlarda maza qilib sayr qiling. Hech bo'lmaganda shahrimizdagi mana shunday istirohat bog'larida, ko'ngilochar maydonlarda oilaviy do'stlar bilan hordiq chiqarish juda ham maroqli. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting, sayohat qilishni kundalik turmushingizning odatlariga aylantiring. Sayohat vaqti ko'rsatuvi orqali esa sizga yangi manzillarni kashf etishda biz davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.